Endi bularni sizlarga tushuntirib beraman. Bu intimniy gel. Bu ayollarimizga juda ham kerakli, qizlarga ham bo'ladi. Umuman zarari yo'q, naborot foydasi bor. Bunda har kuni yuvasizlar, hamma shamollashlarni, vyudeleniyalarni hammasini kamaytirib beradi, shamollashlarni oldini oladi. Bu bo'lsa spreyi. Bunda yuvganinglardan keyin buni sepasizlar. Noxush hidli bo'ladi-yu, bilasizlarmi, hidlanib qoladi. Ana o'shalarni oldini oladi. Shuni sepib qo'yasizlar. Вообще zo'r davolaydi. Bular juda ham foydali, qizlarga ham bo'ladi. Mana bu dezodorant, hattoki erkaklarga ham bo'ladi bu. Bu o'sha terlashishi, hidlanishi shunda 3 kunda to'xtatadi. Hozirgi issiq kunda juda ham kerakli narsa. Ежедневка o'zini chipi bor, 20 kun, 20 ta ichida bo'ladi, 20 kun qo'yasizlar. Shunda shamollashi o'ziga tortib oladi. Вообще zo'r ежедневка. Mana bu zubnoy pasta qizlar, bu tishni oqartirib beradi. Juda ham zo'r oqartirib beradi, tishlarni oppoq qiladi. Bu ham mana lechebniy nabor qilib olsanglar bo'ladi.